Единственная опора женщины, самая настоящая, всегда. Это Бог. Даже когда уже никого нет рядом. Даже когда некому выслушать. Он всегда выслушает и поддержит. Ya Allohim, do'stimni kecha kunduz qilayotgan mehnatini ajrini bergin, ishlariga baraka, rivoj bergin. Chunki do'stim ham yaxshi yashashga, muvaffaqiyatga erishishga, yaxshi mashina, yaxshi joy yashashga loyiqdir. U mening eng yaqin suyangan do'stimdir. Balki undan ham ortiq jigarimdir. Yolg'onchi dunyo ekan onam, yaxshilarga joy yo'q onam. O'rningiz jannatlarda onam, mehribonim onam, onam. Yolg'onchi dunyo ekan olam, sizni juda Siz kechirib yuborishingiz mumkin. Allohning buyukligi shu yerda. Siz kechirib yuborasiz, Alloh kechirmaydi lekin. Alloh eslab qoladi uni. Chunki Alloh taolani esdan chiqib qolmaydi siz. Bandan esdan chiqadi. Lekin Alloh eslab qoladi. Eng yomon aytaymi, dahshat joyi. Men hayotimda sinab bo'lganman buni. Siz bir bilan xafa bo'ldingiz. Masalan, men sizdan xafa bo'ldim. Seni ham bir kun menga ishing tushar dedim, boshqa dedimda xafa bo'lib qoldim. Keyin ertasi yaxshi bo'lib ketdi yana. Gaplashib ketyapmiz. Lekin men qattiq rostdan dilim og'rigan. Siz rostdan menga nohaqlik qilgansiz. Bu dilini og'rishni Alloh taolo rosa kamiga dili og'ridi deb yozadi. Bunga jazo bor. Bor. Lekin siz esingizdan chiqdi. Ha, endi mayli o'lib ketsin. Mayli nima qilaman, yaxshimiz mayli. Ertasiga yana ketaverasiz. Oshda o'tiribsiz bemalol. Choyxonada o'tiribsiz-da. Allohning esdan. Siz juda qattiq dilingiz og'rib jazo beraman deb yuruvdingiz-ku, keyin sizdan chiqib ketdi-yu. Siz juda yaxshi bo'lib turgan paytingizda har kimga jazo beradi. Ana Allohning buyukligini qarang. Jazo berganda sizni miyangizga, hayolingizga soladi shu narsani. Mana jazo berdim. Seni xafa qiluvdim.